Taksichilar uchun sekretni dodasi. Akalar qaranglar. Bir berganda 4 ta bonus deb allashish hojati yo'q. 750 ming so'm 220 ta zakazga. Bu vaqtiga qarab bonus beriladi. Ko'rishinglar mumkin. Bittada akalar bosh og'rig'isiz brend nazorati o'tildi. Aldaydi, boshqa balo battar deganlar uchun Alloh guvoh, agar men yolg'on gapirsam, aka to'g'rimi bittada o'tdimi? To'g'ri. Endi bu brendimizga keladigan bo'lsak, telefonni chiqarib turasiz. Mana bu to'y hasham, davlat ishi va boshqa ishlar bilan yurgan paytinglar buni bemalol olib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunday olib qo'yasizlar, hech qanaqa sifati o'zgarmaydi. Buni qayta yopishtirib qo'ysanglar ham bo'ladi, xuddi o'sha joyiga. Misol uchun mana bunisini ko'rsataman, kichkinarog'ini. Shu bir qo'llab sal noqulay bo'ladi. Misol buni oldingiz, buni bu yoqqa yopishtirsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz akkuratli turadi, xohlasangiz bu yoqqa yopishtirsangiz ham bo'ladi. Keyin kerak bo'lgan payt mana buni bunaqasiga yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Akalar, mashinalar chizilmaydi. 100% texnik nazoratdan o'tadi. Faqatgina to'y hasham davlat ishi yurganlar uchun olib qo'yasizlar, liniyada shu Yandex Go'ni o'zini taqib yursanglar bo'ladi. Biz xizmatda mashinangizni yomon qilib tashamaysiz. Qo'shimcha daromad zarar qilmaydi. Yandexchilarga jo'natib qo'yinglar, har bir kuninglar xayrli bo'lsin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, eng zo'r sekretlarni aytib boraman akalar. Mashinada qanday klesi qolib ketgan nakleykani bundan bitta oldingi videomizda ko'rsatganmiz. Kirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kuyib qolmanglar deyman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like, podpiskani bosib qo'ying, xizmatdamiz. Nakleyka shunisi yomon, ko'rishinglar mumkin. Mashinani bitta polirovkaga tushiradi. Mana klesini ko'ryapsizlarmi? Rassvosini chiqaradi. Sizlar mana mnogorazovisidan olsanglar, bu o'zini o'zi восстановить qiladigan poliuretan degan material bor. Shunday buni qayta olasizlar. Misol uchun men Gentraga yopishtirdim. Olamanda buni hozir trekerga yopishtirib qo'ysam bo'ladi. Eng asosiysi bu 100 dan o'tadi akalar. Bonusni beradi. To'y hasham, davlat ishi va boshqa ishlar bilan yurgan paytinglar shuni yopishtirib qo'yasizlar. Kerak payt olib qo'yasizlar. Biz xizmatda 100% zararli. Haromxo'r deb yozayotgan kommentariyadagilar uchun sizlar birinchi davlat ishida ishlab ko'ringlar. Yandexda mashinani kreditga mazza qilib mininglar, radarlari to'laylar, keyin bizni tushunasizlar. Liniyada yurganda mana shu Yandex Go'ni o'zini taqib yurish sharti bilan sotamiz. Qolgan payt biz xizmatda. Manzil Chilonzorda video yoqqan bo'lsa like, Yandexchilarga jo'natib qo'yinglar, normal bonus beryapti. Kutib qolamiz.